Assalomu alaykum akalar, ukalar. Kobus mashinasiga 4 ta Falcon balonimizdan qo'yib berdik. 2 yil oldin qo'yib bergan ekanmiz. Balonlar holatini ko'ringlar akalar. Simlari chiqib ketibdi. Shu holatda ham dami bilan keldi. Yorilib ketibdi. Ko'ringlar aka. Shu holatda ham yurib ketibdilar. Falcon balonimiz. Kuniga 2 ta zapravka yoqaman deyaptilar. Mana balonlar holati ko'rishlaring mumkin akalar. Falcon 205 ga 70-14. 2 yil oldin kelurlar, go'forin balonlar 1 yil yurmayapti dedilar. Zo'ridan qo'yib bering dedilar. Zo'ridan qo'yib berdik. 2 yil yuribdilar. Toza. Kami 140 ming yurdim deyaptilar. Yana shu balondan qo'yib beringlar dedilar. Qo'yib berdik. Chiroyli qilib ustanovka qilib, balansirovka qilib o'rnatib berdik. Balon yaxshi yurdimi, tog'a? Yaxshi zo'r yurdi. Men yana o'shanga kelmasimdan qo'ydim-da, ko'rdingiz. Kimga shunaqa yilishi ham yaxshi. Yilmadi. Kimga zarur bo'lsa shunaqa balonlardan kelaverasizlar. Chiroyli narxlarda qilib beramiz. Sog' bo'ling.